Mirzobod tumanining ko'zga ko'ringan mahallalardan biri Dehqonobod mahallasi bugun har qachongidanda go'zaldir. Bu maskan nafaqat obodonchiligi, balki iste'dodli va intiluvchan yoshlar bilan ham alohida e'tiborga loyiq. Ayniqsa mahallada joylashgan 21-umumta'lim maktabi o'quvchilari bilimga chanqoqligi, orzu va maqsadlari bilan barchaga o'rnak bo'lib kelmoqda. Ana shunday o'quvchilardan biri 6-B sinf o'quvchisi Ahmadjonov Otajon. U o'zining katta orzu-umidlari bilan Mirzobod tumani hokimiga xat yo'lladi. Otajon yozgan xatida o'zining qiziqishlari haqida so'zlab, tuman hokimidan shaxmat doskasi va velosiped so'radi. Albatta, har bir samimiy murojaat e'tiborsiz qolmaydi. Mirzobod tumani hokimi Abdurahim Umarov yosh o'quvchining istagini inobatga olib, unga sovg'a sifatida shaxmat doskasi va velosiped topshirdi. Bu kabi e'tibor va rag'bat albatta yosh avlodni yanada ilhomlantiradi. Ularni katta marralar sari undaydi. Bugungi kichik e'tibor ertangi katta yutuqlarning poydevoridir. Yurtimizda yoshlar uchun yaratilayotgan sharoitlar ularning orzulariga qanot bo'lib xizmat qilmoqda. Ahmadjonov Otajon kabi intiluvchan o'quvchilar esa kelajakda albatta o'z o'rnini egallaydi.